Reaksiyalaringni olishim kerak edi. Kim? Zarni ko'r. Kechadan beri aytyapti. Kinolarga tushib qolganga o'xshayapman deb shunday zarni ko'r. Bular bu joylarda kinolarda ko'rardik deb. Haqiqat. O'tiramiz. O'tiringlar. Burada mashinani ham olib ketaylik. Mashinaga qo'y. O'qaga qo'yamiz, o'qaga. Kalt kimda? Oching. Kecha o'rgatdim sizga. Knopkachasi bor. Bol. Telefonni zaryadchigini uzib ko'ramiz desak, mana vitrinadagi. Xavfsizlik uchun mollar signal qo'yib qo'ygan ekan. Yomon quloq teshishini qaranglar. Ishxonamdagi signalga o'xshar ekan. Pampers, mashinani surib o'tardim shunday. Nargis. Ana praktika qilyapti, mashina haydashni. Shunday Nargis. Tezroq o'rganish kerak-da, yangilar kelsa kutib olish kerak, qizim. Onamni qo'ldan olaman deng. Nima ekan? It's going to be a few minutes. Oh, yeah, it's okay. Yeah, I'm just looking one at out the here. A15. Galaxy A15 beradi ekan. Bunday bo'lganda hozir sizlar faqat gaplashganlaringga to'laysizlar $150. Telefon bepul bo'ladi o'sha 90 kunda ichida. Undan keyin telefon o'zlariniki bo'lib qoladi. Undan keyin $50 oyiga xohlasalaring telefonga to'lab berasizlar, xohlasalaring akkaunt ochasizlar, iPhone olasizlar 90 kundan keyin. Bitta narsani bilib qoldim hozir. Kelgan qizimizni bittasi, Maftuna qizimiz 15-sentyabr men bilan bir xil ekan tug'ilgan kuni. Siz bilmasmidingiz? Demak, u vaqtda videosini ko'rmagansiz tug'ilgan kunimdagini. Qayta so'rayman. Qachon desam, so'rayapti-ku, yilimda o'shani aytyapman deydi. Yo'q, qachon desam, 15-sentyabr deydi.